Hoshimning o'g'li Shayba voyaga yetguniga qadar onasi bilan birga Yasribda yashaydi. Hoshimning ukasi Mutallib jiyanini izlab Yasribga boradi va uni Makkaga olib keladi. Makka ahli kelgusida Makka hukmdori bo'ladigan bu yigitni darhol yoqtirib qolishadi. Shaybaning Al-Horis ismli yagona o'g'li bor edi. Mutallibning barcha avlodlariga xos bo'lgan ajoyib fe'l-atvori tufayli Horis arablar orasida tez orada hurmatli zotga aylanadi. Bir kuni qandaydir ovoz Abdulmutallibga amr qildi. "O Abdulmutallib, tibbilog'ini qidir." Deb, u nima o'zi? Burrani kovla. Burra? Ko'milganlarni kovla. Ko'milganlar nima o'zi? Ey Xudoyim, men kimning ovozini eshityapman? Zamzamni kovla. Zamzammi? Zamzam nima o'zi? U nopoklikni tozalaydi. Hech qachon qurimaydi va aynimaydi. Tashrif buyuradigan ziyoratchilarning chanqog'ini qondiradi. U Safo va Marvaning o'rtasida oq qarg'a yerni cho'qigan joyda. Zamzamni kovlab topaman. Ey Xoris, o'g'lim bu yoqqa kel. Zamzam quduqini kovlaymiz.